Ushbu narsa bilan sizning qaysi bir organingiz kasal ekanligini aniqlashingiz mumkin. Bu Viyada assotsiatsiyasining tilla pataklari. Bizning tovonimiz ikkinchi yuragimiz hisoblanadi. Tovonimizda har bitta organlarimizning akupunkturli tochkalari bor, massajli tochkalari bor. U esa mana stelkamizda, patagimizda bo'rtib turgan joylari bor. Aynan shu nuqtalariga biz yurgan paytimizda shu nuqtalarimizga ta'sir qilamiz. U nuqtalarimizdan, nerv tochkalarimizdan organizmga, har bitta organimizga impuls jo'natiladi. U organlarimiz ishlash faoliyati yaxshilanadi. Bizda metabolizm yaxshilanadi. Shunday qilib, bu rangi o'zgaradi. Agar sizda yuragingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, qizg'ich rang beradi. Agar o'pkangizda muammo bo'ladigan bo'lsa, unda oqchil rang beradi. Agar buyraklaringizda muammo bo'ladigan bo'lsa esa, unda qorayib ketadi. Shundan bilingki, sizda buyraklaringizda muammo bor. Agarda sizda o'tfangizda dimlanish, oshqozoningizda muammo bo'ladigan bo'lsa, unda bu pataklarning rangi nos rangidek ko'karib ketadi. Bu demakki diagnoz beryapti sizga. Oldindan qaysi organizmingizda kasallik bor ekanligini aniqlaysiz va u kasallik rivojlanib ketmasligi uchun tezgina borasiz va davolanasiz. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turishingiz uchun